Bundan oldingi kontentimizda siz bilan biz butun dunyo boyliklari haqida gaplashgan edik va ushbu boyliklarni 50-60% ni tashkil qiladigan ko'chmas mulk haqida siz bilan hozir gaplashib o'tamiz. Baraka topsin, mazza qilib ko'rdik. Juda foydali video bo'libdi. O'zim professiyam bo'yicha ham ko'chmas mulkman, professional realtorman. Buxoro bozorida 3 yildan beri o'z faoliyatimni, karyeramni yuritaman. Siz uchun ko'chmas mulk haqida qisqacha ma'lumot beraman. Ushbu ma'lumotlarim sizga yoqsa agar like bo'lsa, kommentariyaga ham yaxshi belgilardan yozib qoldirishni esdan chiqmasin. Qani ketdik siz bilan Sanjar Ibolullayev. Bir faylasuf aytib o'tganlar. Самый надежный investitsiya это metr kvadrat deganlar. Bu gaplariga men 100% qo'shilaman. Chunki butun dunyo bo'yicha, hozirgi statistika bo'yicha hamma oilalar, deyarli hammasi o'zimni boshpanam bo'lsin, farzandlarim, oilam yaxshi o'zimizda uyda yashashsin degan ma'noda ko'chmas mulk xarid qilishadi. Ba'zi bir odamlar bor, nima uchun xarid qilishlarini aytaman. Ortiqcha pullari bor, prosta uni uyda ushlab turgandan foyda yo'q degan ma'noda ko'chmas mulkka tikib qo'yishadi. O'tgan safargi videomizni ko'rmagan bo'lsangiz, bitta profilimizga o'tib olib ko'rib olsangiz agar tushunasiz. Yillar davomida investitsiya qilganlar ko'chmas mulkdan foydalarni olib kelishadi. Ko'chmas mulkdan o'zi nima foyda, nimaga men investitsiya qilishim kerak deysizmi? Keling ushbu savolingizga men javob berib o'taman. Ko'chmas mulkda Buxoro shahridan men kelib chiqadigan bo'lsam, chunki o'zim buxorolikman, Buxoro bozorida faoliyatimni yuritaman. Balki boshqa viloyatlarda ham, boshqa shaharlarda, boshqa mamlakatlarda ham xuddi shunday esa bu. Buxoro bozorida hozirgi vaqtda o'tgan yilga qaraganda 1 yillik proses 30% ga ko'chmas mulkning narxi o'sgan. Prosta 5 yil oldingi uylar narxini eslab ko'ring, hozirgi bilan solishtirsangiz o'zi javobi kelib chiqadi. U ko'chmas mulkdan ikkinchi foyda oladiganingiz ijara. Prosta investitsiya qildingiz va ijaraga berib qo'ydingiz va sizga u tomchi bo'lib yig'iladi. Ushbu ikkalasini qo'shganda normali kadastral foyda olish imkoniyatiga egasiz. Ko'chmas mulkda pulni yo'qotishingizga sabab bo'ladigan 4 ta faktni aytib o'taman. Eng qizi har doimgidek 4 ta bo'ladi. Birinchisi, uy egalarini gaplariga ishongan holda uni mutaxassisga tekshirtirmasdan turib ko'chmas mulkni xarid qilish. Men sizga o'sha payt aytdim. Boring megapolisdagilardan bir maslahat qiling. Yo'q, bu odam o'zini bilganini qilaveradi. Ushbu uyni xarid qilsangiz sizga nimalarga olib keladi? Ushbu uyni xarid qilish, uyni egasiga ishonib gaplarga xarid qilganingizdan keyin bir necha yillar, balki oylardan keyin sizni ta'miringizning holati juda ham ayanchli holga kelib qolishi mumkin. Ushbu ta'mirning holati ayanchga kelgandan keyin qayta ta'mirlashga majbur bo'lasiz. Bu degani kamida 5000-6000 dollar atrofida minusga kirdingiz degani. Ikkinchi fakt, ko'chmas mulkni noto'g'ri xarid qilish. Bunga nima kiradi? Noto'g'ri lokatsiya, noto'g'ri etaj, noto'g'ri proyekt, noto'g'ri remont. Remontni hozir aytib o'tdim. Keling, shu haqida sizga o'z qisqacha ma'lumot berib o'taman. Noto'g'ri lokatsiyada xarid qilsangiz agar uyingizni sotayotgan vaqtda bir necha ming AQSh dollarga minusga sotishingiz mumkin. Ota-bobolarimiz bekorga aytmaganlar. Sanjarjon bolam, mol olsang bir oyog'i bozorda bo'lsin. Noto'g'ri proyektdagi yoki noto'g'ri domdagi kvartiralarni xarid qilsangiz agar ushbu kvartira sizga meros bo'lib qolishi mumkin. Umuman sotolmasligingiz ham mumkin. Sizga prosta qolib ketadi, barcha pulingiz kuyib qoladi. Uchinchi fakt. Hujjat masalasida muammo kelib chiqishi. Ushbu muammo sizga nimalarga olib keladi? Propiskada odam qolib ketgan bo'lishi mumkin. Suv, gaz, svet, kommunal xizmatlardan juda katta qarzdorlik chiqib qolishi mumkin yoki bazaga kiritilmagan, shartnoma tuzilmagan bo'lishi ham mumkin. Hozirgi vaqtda gaz muammosi juda ham trendga chiqdi desam adashmagan bo'laman. O'shalarni tekshirtirib olganingiz yaxshiroq va ma'qulroq. Propiska masalasi o'yladigan bo'lsa, обязательно notariusdan oldin borib chiqarishingiz shart va zarur. Bu juda katta muammo bo'lib qolishi mumkin. Undan keyin kommunal xizmatlarni albatta tekshirtirib, keyin o'tingizga notarius qilib olsangiz agar ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. Chunki buni natijasida sizga 5 million, 10 million, 20 milliongacha qarz chiqqanlarini ko'rganmiz. 4-chi va asosiy muammolardan bittasi bitta uyni 2 kishiga, 3 kishiga sotilishi. Baraka topkur, 2-qavatdagi uyni men sotib olgan edim-ku. Nega bular meniki deyapti? Qanaqasiga sizniki ekan? Bu meniki, men olganman. Ushbu jarayon qanday holda kelib chiqadi? Keling shu haqida gaplashamiz. Ushbu jarayonning kelib chiqishining sababi endi qurilayotgan domlarda hujjati bo'lmaydi. To'g'ri, hujjatlar bo'ladi, yer qarori, hokim qarori, lekin sizda kadastr hujjatlari, sizning nomingizga rasmiylashtirib bera oladigan hujjatlari bo'lmaydi.
Ushbu holatda siz prosta pulingizni havoga berib qo'ygan bo'lasiz. Ushbu holatda o'zingizni страховка qilishingiz uchun yechimini ham обязательно aytib o'taman. Eng ma'quli hujjatlari bor, notarius bo'ladigan, kadastrlarga ega bo'lgan uylarni xarid qilsangiz. Agarda imенно mana shunaqa uy kerak desangiz, agar sizga o'zi buni xavfsiz bo'ladigan yo'lini o'rgataman. Birinchi o'rinda yerni hujjatlarini tekshirishingiz shart. Qurilish uchun hujjatlarini tekshirishingiz shart. Hokim qarori, GASEM shunga o'xshash hujjatlarni tekshirtirishingiz shart va zarur. Ular bo'lgandan keyingina shartnomani olayotganda kvartira uchun degan shartnomani olishingiz kerak. Agar sizni investor deb bersa, qandaydir muammolar kelib chiqishi mumkin. Undan keyingi qiladigan qadamingiz shartnomani oldingiz. Shartnomani olgandan keyin siz pulingizni domchini qo'liga berib qo'ymang. Ushbu pulni borib siz domchini shot raqamiga bank orqali tashab turib, kvitansiyangizni обязательно olib qo'ying. Ushbu kvitansiyani olganingizdan keyin sizda o'sha uy uchun shartnoma bo'ladi, kvitansiya bo'ladi. Xudo ko'rsatmasin, endi avvalambor hech kimga men ravo ko'rmayman bu narsani. Agar sud ishi shunga o'xshash noma'qul ishlar bo'lib qolgan vaqtda siz har doim yutib chiqish imkoniyatiga egasiz. Chunki sizda o'sha uy uchun shartnoma va o'sha uyga to'lagan pulingiz ko'rinib turadi. Bo'lmadi degan vaqtda ham o'z pulingizni qaytarib olish imkoniyatiga egasiz. Qo'ying, sizga shunaqa bosh o'rib nimaga kerak? Undan ko'ra hujjatlar bor, tayyor uylarni agar salgina yetmagan joy bo'lsa, ikkilamchi kreditiga ham qilib olish imkoniyatiga egasiz. Sizga xuddi shunaqa Buxoro shahridan kerak bo'lsa, siz o'zingiz xohlagan ko'nglingizdagi xavfsiz uyni topib olib berishga sizga va'da beraman. Agarda ushbu kontent orqali, mana shu ko'chmas mulk uy-joy orqali nima savollaringiz bo'lsa, barcha savollaringizga kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, to'laqonli javobini berib o'taman. Bundan keyingi kontentimiz nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiring. Sizning fikringizni albatta inobatga olamiz. Barakalla Sanjar bolam. Menimcha video tomoshabinlarga yoqdi va foydali bo'ldi. Bu bolani yana foydali video qilishini istasangiz, obuna bo'ling va like bosing.